Çıktım mı? 30 sekund countdown. Live stream qildigandan keyin yangi iqtidorlar qo'shilib baland bo'lib ketib beribdi. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi videoda yangi mazmunlar. Buni so'zlay deb yana chiqdim. Nechinchi qatimliq live stream bo'lib ketdi bu meningki? 14-chi qatimliq live stream. Xo'sh keldinglar Guli Maqsud kanaliga. Abone bo'lmagan do'stlarniki abone qilib ustiga barmoq belgisini besib qo'yib, ankin davomli ko'rishinglarni, mayaga inkaslarni yezib, o'zaro paranglashqash live stream qilishimizni so'rayman. Bizningki Uyg'urcha jonliq tarqitish ko'rganlarda odatda bizningki intayin oz yilqi inkaslarni qo'shib, o'zaro paranglashib, o'zimizniki shu o'ylaganlarini shu müşedeki canlıq görünüş supsida özara paranlaşış qatarlıq cəhətlərdə bizninki bək nemu ilaqı nemimiz bək az. Participation is not enough like other social medias. Bugünkü tema Uyg'urcha YouTube kanalları, Uyg'urcha applar, Uyg'urcha torbətlər, hamda bir təşviq nişan qilgan bir live stream deb turay. Aldingi bir qatim 6 oyning oldida deymanmi, ish qilib mushu to'xtamay YouTube'ga chiqayli deb yurib, o'sha yangidan ochilgan Uyg'ur YouTube kanallarini tanishtirish jarayonida bir muncha yangi ochilgan YouTube kanallarini tanishtirib bir video ishlagan. U videoniki ko'rilish qatim soni shunday yaxshi, shu videoni ko'rgandan keyin texmo yangi YouTube kanallari ochilib, yangi shu har xil mazmunlardagi Uyg'ur ana tilidagi videolar bo'lib YouTube kanallari intayin chiqlandi. Shularni bir qo'r tashviq qilish, yana ko'plagan Uyg'urlar chiqsin deb, hamda shu Uyg'ur kanallarini qo'llash maqsadida yana bir qatimliq live streamda shu naq maydondan bevosita birdan ichi tanishtirgash, naq maydon paranglashgash, bir ish qilayli, gaplashayli deb bu live streamni boshladim. Ondan keyin yana Uyg'urcha applar, qo'lingizga telefonda qaysi applar bor? Hamda Uyg'urcha bo'lmasa-mu qo'lingizda nima applarni ishlatasiz? Shularni birdan so'zlagash, andan keyin o'zimizniki Uyg'ur yumshoq detallardan bizniki taraqqiyotimiz qanchalik, bizniki qaysi shunday applarimiz bor, nimalarga foydali, qanday mazmundagilari ish qilib shu jarayonda hozir naq maydonga o'zingiz bilgan YouTube kanallarini, o'zingiz bilgan, o'zingiz ishlatayotgan ham foydali deb qaragan, boshqalarni ishlatsa, boshqalarni qo'llansa yaxshi bo'ldi deb o'ylagan shunday Uyg'urcha applar bo'lsa, undan boshqa yana Uyg'ur tilidagi to'rbatlar, shularni bir ko'r birdan selishtirish emas, hamda birdan tashviq qilish. Bu qatimki naq maydondagi asosliq maqsadim shu o'zimizniki Uyg'ur mediachiligini texnik bakrak gullanishgan degan maqsadda sizlarga tashviq qilib bermoqchi. Haqsiz deb qo'yay. Shunlashqa naq maydon parango qo'shilib, o'zinglar bilgan YouTube kanallaridan ismlarini musher yozib qo'ysanglar, naq maydondalar shu to'rbatlarni ichib o'zaro tashviq qilsaq demoqchi. Applardan boshlamdik, kanallardan boshlamdik, qana qilayli. Qo'limizdagi applardan boshlasak, qo'lingizda qanday applar bor? Facebook bor, birinchi bo'lib albatta. Hamma odamniki butun Uyg'ur to'r jamoatniki hammasi Facebookga yig'ilgan degandeklar Facebook appni ishlatasiz. Palechilimiz bakrak Twitter appni ishlatadi. Qo'lingizda Messenger bor, Facebook bor, Twitter bor, WhatsApp bor. Ondan boshqa yana nimalaringiz bor? Ashundaq ishlatadigan avval kanallardan boshlamdik. Tamam. Ashundaq applarni qo'lingizda bor applarni birdan kanaldan boshlaymiz, birdan appdan boshlaymiz. Fikr qatnashtirayotgan do'stlarga ko'p rahmat. Jiqroq gaqiqash, paranglashqash. Aslida burunga o'xshash yana kanallardan boshlayni. YouTube kanallaridan. Andan keyin applarga birdan tushmandik.
YouTube kanallarını qachon birinchi aydimi, ikkinchi aydimi shu mezgilda bir video ishlagan chog'da shundoq hamma yangi ochilgan YouTube kanallarını birdan bir 5 sekunddan 10 sekunddan elib ko'rgan to'q. Hozir mushu topda mushu yerda qatnashayotgan do'stlarninki nimasidan YouTube kanallaridan boshlamdi. Birinchi bo'lib Uyg'ur ekrani xush keldingiz. Ko'pchilik Uyg'ur ekraniga agishinglar, mushu Uyg'ur tor jamoatining ichida qandaq videolar bo'lsa chiqaverdi. Shu Uyg'urniki ekrani, shu Uyg'urlarniki so'zlagan Uyg'urlarniki shu naqsh baxshlari bilamdi, tordiki shu faoliyatchilarniki gap so'zlari bilamdi degandek birinchi bo'lib Uyg'ur ekranini tanishtiramdi qamsa. Siz haqniki videolarini o'qilib olamsiz, qandaq ashundoq desak bo'lamdi. Ya unda xeyliqi bir complaint arz qilishlarga uchrab boqmadingizmi ya? Men bu potpat arz qilishlarni uchrab potpat emas endi. Anda-sanda uchrab qoladi. Ko'pincha nima desam men o'zim reaction videolarni ko'p ishlayman emas, masalan boshqalarniki videolarini ko'rsatib turib, endi yanda o'zim chiqib so'zlayman emas, buni reaction uyg'urcha nima deymiz, shunday videolar Aşındaq videolarını çıxarğan çağda başqalarınki videosunu işləsə, məu özəmniki YouTube studiosumu avtomatik göstərib berdi osuniki. Məu kanalındaki munç minut sekundunu tatıb, munç minut sekundgacha başqalarınki videosunu işlətdən copyright claim məu kanalga təvə deb etib berdi. Bizniki Uyğur ekranı ruxsat elib yollayman deb ba'zilarini ruxsat elib yollamasangiz bo'laverdi. Bu ruxsat olmasangiz bo'ladi nima deganda u Facebookga chiqargan bir narsalar degan odam bir narsani chiqargan ekan, public, friends, private deb nimalari bor-ku, yer shari belgisini bosdi degan gap, boshundoq chiqargan ekan, u butun dunyo ko'rdi degan gap. Unda public qilib yo'llagan narsalarni ruxsat elish olmasligining kim zarurati yo'q, yo'llavering, hech qisi yo'q. Uyg'urlarniki faoliyatlarining ichida nimalar bo'lsa ko'ring, shu taqdim etgan yaxshi. Sizniki shu videolaringiz xeyli ko'p qo'dayman. Shu nim bo'lsa chiqib turdi, hozir bevositlam kiraylik. Men hozir mana share screen kodlarni tushuntiray. Oldi bilan Uyg'ur ekrani. Bunda reload. Okay. Tamam. Video egisini ruxsat elib yollayman da. Share screen YouTube'ga bevosita kirib birdan tanishtirishni boshlab ketdik qamsa. Avval faoliyatlarninki videolardan boshlab tanishtiramdi. Men hozir ma'lum o'chirib turay, ya. Başladık qamsa birinchi bo'lib Uyg'ur ekrani sizniki kirib boqaylik, nimalaringiz bor. To'xtamay davomli yo'llab turing. 394 4000ga yaqin a'zoyingiz bor bo'lib ketdimi? Bu kanalga kirgandan keyin baland lohil bo'libsiz himoyalarni hammasini birinchi mau kon subscriberlarga, yangi subscriberlarga kiradigan ayrim bo'ladi bu. Din to'g'riliq, faoliyat to'g'riliq, manodagi suhbatlar, foydali suhbatlarni shu ko'pchilik anglashga tegishli suhbatlarni jiqroq o'rlashtirib turasiz, yaxshi. Anondan keyinchi bizning yana nimalarimiz bor? Oldi bilan faoliyatga oid nimalarni ko'ramdik. Uyg'ur ekranidan boshqa yana nimalar bor? O'zinglarniki ekranni tunishtirmoqchi bo'lsanglar, shu kanallaringlarni tunishtirmoqchi bo'lsanglar, naq maydon inkos yozib qo'yinglar. Ben bir muncha oz deganda 30-40 kanalniki ismlikini biriga yozib qo'ygandim, to'xtangizlar. Uyg'ur ekrandan boshladik. Nagi kichikkina bir yerlarga ilib yozib qo'ygandek qotdim. Bolalar tarbiyasidagi kanallar, universal kanallar, oshxona, shu Uyg'ur yemeklarini nima qilgan kanallar. Uyg'ur culture, Uyg'ur dance, Venera qizniki kanali, kim faoliyatchilardan Ne'mat Atavullo degandek bir munchalarni yozibdi. Men hozir kimlar bor? Ekranlar qarag'ash, men nimasiga qarag'ash qilaman. Oldi bilan Uyg'ur ekranini tanishtirdik. Yana qaysilarini gap qilishimiz?
A'zo soni 3945. Bugun 4000 bo'lib ketsin. Onundan mishib ketsin. Faoliyatchilarniki ekranlardan kimlarni tanishtiramiz yana? Men boya degandagidek ismlardan Javlon Shirmamatniki monimisi borkan, u Samira Imin, mushu da'voda oiladagilarimizniki biz derakini qilib, ananki miltimizning beshiga kelgan kunlarni unutib degandek shunday faoliyat bilan shug'ullangan ekranlarimiz xeyli ko'p. San'at sohasidagi Jon Rahmon Ajam deb birini yozib qo'yibman, ismini qolmabdi. Shu balalarninkiga oid bir narsalar bo'lsa jiqroq kanallar ishlasak jiq yaxshi edi. Kanal bir ekrani manimo Tibobat doktori. Mana kanalimiz bormi? Uyg'ur Tibobat doktori. Tibet deb yozdim. Yalan. İsmini qayda? İsmail Tabobat. Anlamalı ekranlarım varken menki. Özünüzdeki kanallarını tanıştırıp koysanızlar. Birden acayip biraz daha doktoru pranşeli değilsem. Uyghur Tibobat doktori. Vaydaki İsmail Tabobat deb yozib baktım. Tibobat deb yozib baktım. Nasıl başlar çıkartlarını bakanlar. Tamam, özüm bilgilerini birden yazlaştıray ya. Salam from Norway. Norvegiyalık mı dost? Sizninki mi bir kanalınız var deyman ha? Özünüzdeki çıkan seyahat çıkanlarınızı, balık tutkanlarınızı yollaydıgan bir kanal bulduğun Avrupa'nınki turmuşunu tanıştırıp işler kalkışmamsız. Toxtab qolmay ishlasak yaxshi. Boshqa qaysi? Ha, 89 video varken bunundaki Uyg'urcha mı, Türkçe mi, qanday videolar bor edi? Tibobat mazmundagi 17 minutlik, 20 minutlik, asosan 20 minut atrofidagi leksiyalar o'xshaydi. Shu butun kan sog'lomligiga oid bir narsalar bag'ishlangan Uyg'ur tibobatiga oid. Shunaqa hammamiz o'zimizningki qaysi kasbimiz o'zimizniki shu bilimini ko'pchilik bilan ham baharlagash shu YouTube'ga bir kanal ochib, mayli ko'rsindu, ko'msindu, hozir ko'msa keyin ko'rdi. Foydali mazmunlarimiz shunday bir social medialardan biz Uyg'ur xalqini o'rin ilib ko'plab taraqqiy qildirishimiz kerak. Ko'pchilik Mavu Ahmadjon Ismoil Tabobat YouTube kanaliga ergashingizlar. Yaxshi leksiyalar bag'ishlaydi. Vaqt chiqqancha bir ko'rib kichkina ko'rib boqaychi. Rahmat tavsiya qilganingizga. Undan keyin Mavu check this out. Which one? Uyg'ur biz ekrani Anvarjonniki kanali o'xshamamdi. Turkiston Uyg'ur deb yozsam chiqadigan bo'lgan. Uyg'ur biz ekrani. Bizningki rasmiy ixtiyoriy muxbir bo'lib bundaq ko'chalarda buningdek video ishlaydigan rasmiy turklarniki bir kanallari bor. Masalan, Sara mikrofon u bu deydigan ko'chalarda yurib boshqalar bilan paranglashib ishlaydigan.
Aşındaq videolar bolsa, haqiqatda yaxshi aşındaq kişilerimiz köplep çıkışı kerak. Osman Uyg'urlar Chexiyada yaşagan bolsam, berib Uyg'ur oyliklerini ziyorat qilib degandek ishlarni qilgan bolsam yaxshi. Shu Uyg'urlarniki men uni qayerdan ko'rdim desanglar, u Voice of America deb Amerikaninki o'zbekcha, o'zbeklarninki shu oyliklarni berib har bir oilaning hikoyasini ayrim-ayrim bir video qilib ishlar ekan. Ularning qanaqa kelganliklari, shu yerda qilayotgan ishlari, Amerikadagi turmushi degandek shunaqa videolarni ishlaydi ekan. Voice of Americaniki o'zbekchasiga kirib ko'rib baxsanglar bo'ldi. Nihoyat yaxshi videolar bor. Tamam, Uyg'ur Biz Anvarjonniki kanali. Anvarjon social medianiki kuchini obdan biladi. O'ziniki iqomatini ololmaysini nimadan chegaradan chiqish nimasini bergan chog'da shu turkcha videolarni ishlash orqali bir haftadan iqomatini olib qolgan bola bu. Anamki nurg'un faoliyatlarimiz bor, shularninki nimalarini ishlaydi. Odatda men upload qilmayda, koni subscriberlar uchun, yangi subscriberlar uchun deb men bu o'ziniki kanalni customize qiladigan videolar bor. O'sha qilib o'zim kanalni tanishtiradigan mandek faoliyatlarimizniki chiq. Men odatda foydali, mazmunli bu qanday nimdu deb ish bo'lmaganda shuni his ko'p peshidan o'tirdim, oxiridan ko'rib boqqan. Faqat qo'shaqmaganlarim uchun, lekin YouTube qo'y yo'llayotgan bo'lgandan keyin u bir o'ziniki bir amgiki ajr qilib, shu vaqt sarf qilib, zehn sarf qilib YouTube'ga yo'llagan bo'lgandan keyin Uyg'urlarniki kanali bo'lsa-ham hammasiga barmoq belgisini besib qo'yibman. Endi keyin boshqa uchrab qolgan bo'lsa-mu, shu videoni ichib qarab baxsam, videonikini men ilgari ko'rib ekanman deb shu o'zimniki barmoq bosmaganlikqa qarab YouTube'dagi videolarni shu zaman ko'rganligini bilalayman-da. Sizlar boshqa qilinglar. Ama menimki videolarim kirib hammasini u yerdan bu yerdan bo'lsin ko'rib qo'yinglar, hammasiga barmoq belgisi besib qo'yinglar. Ba'zi quruq gapchiq rahmon bilan foydali mazmunlar yaxshi bir narsani izlab tepib qizib vaqt zehn sarf qilib so'zlagandan keyin birsi o'zimniki qiziqishi, yana birsi bir xil ashuna bir istak deymanmi, bir foydasi bo'larmikin o'zimizniki shu millatimiz Uyg'ur millatininki to'g'ri sohasidagi bir chiqroq data shunaqa nimalari shuji deymasam-da ajab Uyg'urcha ketamayman. Uyg'urcha boyaqa tibobat qonuniga keyin quloq qoqishmamsiz. Web kanalga kirganlar Uyg'ur IT. Ha, sizlarga yana bir kompyuterga munosabatlik Uyg'ur IT YouTube kanalini tanishtiraylik. Shu Uyg'ur app yasash haqida, shu kompyuter injenerligi haqidagi nurg'un darsliklar bor ekan. Uyg'ur IT Uyg'urlarning ichida har qaysi davlatlarda yashayotgan shunday nimalarimiz bor. Shunday iqtidorli yoshlarimiz o'zining bilganlarini shu YouTube'da darslarni so'zlash orqali ko'pchilik bilan manbaharlab hozir bu qilib vaqtdan unumli foydalanib o'rganadigan davrimiz. YouTube bor, Google tarjimalar bor, nurg'un til o'rganadigan applarmi chiqdi. Uyg'urlarniki mana shu elibbadan tortib elibba o'rganadigan applarimiz bor ekan. Ba'zilari haqliqda $4, $5 shunday to'lab pulga setib olgan applarimiz o'rganish davri. Uyg'ur IT degan shu nimaga kirib Uyg'urcha darsliklarni yaxshi boshdan ko'rib baxsanglar, o'zinglar qiziqadigan mazmunlar chiqib qolsa jibimiz. Shu YouTube'ga Uyg'ur tilini ostiga subtitle qilib qo'yishni men shu ekrandan, shu kanaldan ko'rib, anankin o'zimniki Do'ppi bayramiga atab ishlagan bir videomda shu kanalniki videosini ishlagandim. Java darsliklari o'zligidan o'rganib ketgili bo'ladi deydi. Toza besib turib o'rgansa 6 oyning ichida injenerlikda shu xizmat topqilimi bo'ladi deb o'yladim.
Ошондак экранlarımız чык чыксын. Немала сахада болса, кайсыла немеде болсоңузлар, өзүңүзлөрнүнки bilimini köpçülük bilen aymagayсызлар. Yana qanday videolar var ko'rib baqayli. Good vibes, assalomu alaykum. Nimishga pat-pat shu good vibes degan xat chiqib qoladi. Biroq emoji'niki nimasi o'xshamamdi u. Wash hands. Shu emoji yo'llagandan keyin shu wash hands'niki nimalari chiqqanga o'xshaydi. Yodikor sizninkimi, nimangiz bormi yoki ko'rib boqammi? Yodikorda bir kanal bormi? Yodikorda bu nimalar bor ekan, videolar bor ekan. Yodikor o'g'lan. 2 subscribers, nothing in it. Tonuşturunlar yan qanday nimalar bor? Uyg'urlarnikini ya, Uyg'ur YouTube kanallarimizni tonuşturamiz. Anannikini saltirib, Uyg'ur app'lariga tushsak, o bizningki majib chiq bir narsalarimiz bor ekan deb o'ylab qolsizlar. To'g'ri sohasida bizningki taraqqiyotimiz bo'sh emas. Nimaniki o'zlam shu Uyg'urlarimizniki hozir har qaysi doktor, tarix so'zlaydigan, iqtisodshunoslik so'zlaydigan, u so'zlaydigan, bu so'zlaydigan shunday doktorlarimiz bor. O'zlariniki bilimni shu YouTube'da leksiya so'zlash orqali ko'pchilikdan o'rtoqlashadigan, masalan, shu Kanadaniki o'zini bilan bilib bilsak, Mamatjon deb program bor, bizniki bir yo'q. Doktor Mamatjon Qurbonov kelsa qaya. Maxsus mana odam badani tibbiy sog'lomlikqa munosabatli bir narsani so'zlaydi. Bu har bir nimasida anikin so'zlagan videolarida qanaqa desanglar, shu masalan oshqozon munosabatli bo'lsa, oshqozon munosabatli bir narsani hammasini so'zlab bo'lib, anikin oxirida bir necha minutlik qism bor. Hamdan bakrak yoqtirib olmaydigan yerim shu kişilerge sağlamlıkniki mesela yollarını öğütüdü, mesela köz sağlamlıkını meşk kıldırış, emli misallarını, ananlıkin adam bedendeki acayip parayıvatlarda, aşağı bir videosundaki ahırda bir neçe minutlik yerde şu adamniki siz oylabın bakmayan, anlabın bakmayan bir xil qiziqarlıq aşındaki ilmi, aşındaki bir işlerini, aşı Japon'nınki torpatlardan ilip, özünki videosu koşup aşında tercih kılıp sözleydi. Yaxşı kanal köpçülük, Kanada'daki Mamatjon Qurbon doktor kanaliga erişiyorlar. Ondan başka Amerika'daki Mehmet Emin doktorununki mu nimaları leksiyaları şundak yaxşı. Mehmet Emin doktorununki ben bazıda şu kanalga kirib Mehmet Emin doktorununki kanallarga kirib şu leksiyalarını alsansa o'zingizlarga diagnoz qo'ya olasizlar deyman, ammo oila doktoriga o'xshash shunday yaxshi foydali leksiyalar bor. Undan boshqa yana shu Amerikadagi Qaysar Mijit maxsus iqtisodga munosabatli iqtisodiy fanlar doktori bo'lgandan keyin 33 videosi bor ekan. Videosundaki iqtisodga munosabatlik, Uyg'ur nimasiga munosabatlik, culture, Uyg'ur madaniyatiga munosabatlik, pensiya puli, pichoqdalik, qo'ychiq bir narsalarni so'zlayotib degan mana iqtisodniki chekinishi, iqtisodga munosabatlik nimalar bo'lsa, masalan olib boqaylik desangizlar, Qaysar Mijit doktorniki nimasiga kirib ko'rib boqsangizlar bo'ldi. Yan doktorlarimizning kimlar bor? Burxon doktor bormi? Iqtisod bir narsani so'zlaydi. Bizlar boqaylik. Burxon u yo'l qanaqa yozdik? Araştırma videosu var bu. 214 subscribers videosu varken payçık bilen aslında şu iqtisodga munosabat ekan. Burxon doktorim shu u ilqi nimalarga chiqib so'zlaydi-ku deyman. Fidoylar ekrani, do'stlik studiyasi, tajalli ekrani degandek. Bundan boshqa yana qaysi doktorlarimiz
balla terbiyesiga munosabatlik ism kimdi? Turkiyadagi isikalamay diz qo'ymoqchi. Inkas yozib qo'yingizlar ham qarashli. Sizlar qaysi YouTube kanallarini yaxshi ko'rsizlar? Voy yozib qo'yinglar. Doktorlarnikini bir nechinikini shundoq deb qilib turay. Anavniki Uyg'urlarnikini chidim. Mayda hozir bir Uyg'urman deb chiqarib qo'yibdi. Uyg'urman deb bir Amerikada yashaydigan bir nim bor. Uyg'ur yosh faoliyatchi. Facebookda live qilgan chog'da Uyg'ur tilida. Ma bu YouTube'da live qilgan chog'da asosan ingliz tilida uzun live stream qiladi. Maxsus Uyg'urlarniki vaziyati to'g'riliq nurg'un uchurlarni ilib Uyg'urlarniki ovozini dunyoga yetkazishda nima ishlar bo'lyapti o'sha yerda deganlarni Uyg'urman degan kanalga kirib hatto bir narsani anglab qo'ysangizlar amaliy va sonli sifrlarni izlab tepib chiqib yaxshi videolarni ishlaydi. Bo'ynimizniki ismi Shadimon. To'xtamay shu Uyg'urlarga munosabatlik bir narsani ishlaydi. Mumkin chiniqish videolari bor degandek. Andan keyin imtiyoz va Charlie Tujen Jungwa Meki Leonardniki Gongzu Koyborniki menko ham baloga toza tashviq qilsa bo'g'day bo'ladi ya. Meniki bugungi asosli maqsadim Uyg'urcha nimalarni tashviq qilish bo'lgandan keyin asosli Uyg'urlarniki kanallarini so'zlab chiqdim. Xitoylarniki haqiqatan shu baland so'zlaydigan, amliyatni so'zlaydigan shunday kanallar bor, haqiqiy rost xabarlarni beradigan. Anamkin bizniki vatandan bu Xinjiang deb tashviq qiladigan yolg'on tashviqotlarni yaqin oyoqqa texnik ko'plab ketib boradi. Nurg'un Uyg'urlarniki Uyg'ur qizlarni YouTube'da video ishlab meme yig'ib maxsus shu tashviqotlarni ishlaydi. Nurg'un yolg'on uchurlarni taqdirlagan shunday YouTube kanallarini chiqib ketdi. Shular qartab bizmi texnik ko'plagan YouTube'chilar chiqib YouTube'chilar deb qanday topchilar, buchilar degandek. YouTuberlar deb olay ya. YouTube'chilar desam bir xil. Yanchi Sınav avtomatik ders ishlanadi. Patyakani yangi darsimiz yo'landi. Voy mashallah. Armag'ay sizlar. Davomliq yo'llab turingizlar. Bak oz ko'radi, ko'mayotdi deb ko'nglim bo'lgan ish bo'lsin. Hozir ko'mizni keyin ko'rdi. Foydali bo'lsa, amni foydalanadiganlar chiqadi. Daim ajrini berdi, yo'llab turini to'xtamay. Uyg'ur astronavt Xinjiangni bilmaymiz. Uyg'uriston deb anlaganman. Qaysin deysiz? Uyg'uriston, Turkistonga ketdikmi hamda? Buni maxsus bir kun video qilib ishlab boqaymanki yo. Sharqi Turkiston deymizmi, Uyg'uriston deymizmi deb. Ey, bir turkum yoshlar chiqib Uyg'ur davlati bo'lsin deganni tashviq qilib o'tibdi. Uning nari ziyni bor. Ularniki ish qaynisi bir tarixda bo'lib o'tgan ikki faktni ularni yo'q deb nim qilgani bo'lmasa, davlatimiz qurilgani rost. Endi bir turkum yoshlar chiqib o'zimizniki biz Uyg'ur, millatimiz Uyg'ur, Uyg'urning davlati bo'lsin deb tashviq qilib shu ideyadagi kishilar bo'lganligi men tamoman qo'llayman, xo'sh bo'lman dahi. Bu cho'nglar bir turkumlar o yerda undaq nim so'zlagan bilan hammamiz o'xshash bir yo'ldagi odamlar. Ondan keyin Men va hayot degan psixologiya kanali bor. Ha, to'g'ri. Bir Uyg'ur qiz bo'ladi, maxsus psixologiya darsidan bir narsalarni bergan, hozir qarab boqaylik, ya. O'shunbek muhim bo'libmi bizdek millatga bakchiq zarbiga uchrab ketgan psixologiya chatdan bek ig'ir men Uyg'urchimi, inglizchimi ismi? Kanalning ismi. Men va hayot 1020 subscribers, mingdan eshibdi deganlik cho'ng kanal hisoblanadi. Shunaqda mingdan oshganligilam maxsus psixologiyada o'qigan sanamizkan,
Bu şundaq iliq hamma darsliklari shundoq yaxshi. Pat-pat kirib, hatto o'zingizga qandoq qilib shundaq iliqi psixologiyalik jihatdagi ma'lum bir qiyinchiliklardan yana o'zininki shu hayotida shundoq iliqi psychological nimalarni yengishni usullarini o'rgatadigan boshdagi videolarni to'xtamay anglab kelgandim. Ko'pchilik Man va Hayot degan YouTube kanaliga ergashingizlar. O'zingizlar nima o'qigan bo'lsangizlar, gaplarim 90 chiqib ketib bordi yana ba'zida tabiiylar shundoq chiqib ketib qoldi, ba'zida qasddan gap qilman degandek. Man va Hayot. Shu tushkunlikdan qutulish yo'llari degan mana videolar shundoq yaxshi. Bilginimizni aymayli. Man va Hayot YouTube kanali. Teximchiqroq abunent bo'lib, har bir qatim ko'rgan vaqtingizda men boy degandekchu, o'zinglarniki burun ko'rib o'tgan shu videolarni qandoq bilalasizlar deganda shu YouTube'ni ochgandan keyin o'zingizniki barmoq bosqinni belga chiqib tursa, hamma men burun ko'rib kelganman deb. Shuni meniki necha ming like videos. U private boshqalarga ko'rinmay qilib qo'ygan bo'lgandan keyin haq ko'rgandan keyin haqni shu qo'layman desangiz, Uyg'urni qo'lamasangiz kimni qo'lamoqchidingiz? Uyg'urlarniki videolari bo'lsa, barmoq belgisini besib qo'yib bo'lsa xo'shingiz bo'lsa bir ancha-muncha inkaslarni yozib, yaxshi inkaslarni ko'rgan chog'da siz u yerda hech nima qilib beramayman degan bilan hech bo'lmaganda boshqalarga bir iliq tabassum bera olasiz. Yaxshi chiroyli inkaslarni yozib qo'ying, barmoq belgilarini besib qo'ying, yoshlarniki qilgan hamma ishlarimiz shu bir xil iliq boshqalarga ruhiy ozuq bo'ladi. Ruhiy ozuq. Sizlar o'ribman qo'y. Man va Hayot psixologiya kanali. Uyg'ur meni boy tanishtirdim. Amerikadagi Uyg'ur inglizcha va uyg'urcha videolarni ishlaydigan, nahmaydan suhbatlarni o'rinlashtiradigan Shadamon ismli Uyg'ur bolaniki Uyg'ur man degan YouTube kanaliga ergashingizlar. Andan keyin Ahmadjon Ismoilnimi Dağlıq Uyghur Tibabat doktori, ataliq yazgıcı, tədbirin qandaq bolsa, taqdirin qandaq olur degan bir iş kitaplarını yazgan. Ha, bayaqı bir muncha leksiyalar bor kanal şumu? Ahmadjon Ismoil, Uyghur Tibabat doktorlarimizniki kanal ekan, ergashingizlar. Undan boshqacha Uyghur astronot yo'q deydi. Bayaqı gapim qana? Uyg'uristoncha, Turkistoncha degan gapimga qarata gap atqansiz. Wait. Aniguli. Ay. Qanaqamiz u Anigulini? Anigulini hozir Uyg'urcha yozib baqinglarchi. Uyg'urcha nemisi bu? Anipigulmi deb baqdim. Qani bu Anipiguli deydiganiki yedik xasis. Aniguli degan Uyg'urcha nemisi bu? Qaysinglar bilsizlar? Bizga hozir yozib qo'yinglarchi. Yolg'on uchur taqitadigan vatanimizni kelib egallab deb tashviqot qiladigan YouTube kanallari tekrar uningga yolg'on uchur qildi yoki bo'lmasa shu hatto shu to'xtamay report qilgan bilanmi shu YouTube'ninki qoidalariga xilof bo'lmasam u YouTube'dagi videolarni turaverdi ekan. Qaraganda shu Xitoyniki ishkir o'lkalarida shu tomatlab YouTube ko'radiganlar YouTube amaliyotda yerda ko'ramaydi. Shundoq bo'lsa nurg'un kishilar tomatlab fanchon shu VPNlarni ishlatib va shu YouTube'larni ko'rgandan keyin u Aniguli deydigan tashviqot Xinjiang tashviqotini ishlaydigan YouTube kanaliniki kunsiri Xitoylar jiqlab ko'rib Qashina Uyg'ur qizlarni tashviq qiladigan shunaqa bir YouTube kanali bo'lib qanaqamiz endi shuning qarata bizmi texnik ko'plab ishlab chiqib videolarni davomli shunaqa yangi YouTube kanallari o'tirg'i chiqib o'zimizningki rost gapimizni qilaylik. Ayada ko'p Uyg'ur qizlarni Xitoylarga e'lon ishlab bergandek nampon yo'l tanishtirish u bu degandek so'zliklar bor. Ba'zi videolarni olsanglar shundoq ochiq gap ketadigan nima ajab chiq so'zlab ketdim bu Anikulinikini voy bo'l so'zmayli-ya. Shu ananchu Batur bo'lish kerak Xitoylarning oldida, to'g'ri.
Nur Doktor degan kanalmi yaxshi? Nur Doktor islom so'zlaydigan, islom hikoyalarini so'zlaydigan Nur Ekranini deydigan o'xshamsiz? Nur Ekrani va Nur Doktor deb yana birisi o'xshamdi. Chiqib qarab boqaylik-ya. Doktor Nur Doktor buniki-chu. Men endi ko'ryapman 51 video bor ekan. Zoom qilish sistemasi, qizil o'ngachak. Nur Doktor deb bir kanal bor ekan-jimi? Men nimaga bilmagan bo'lg'aydim. Men kirib, mening kanalimga kirib, ancha-muncha inkaslarni yozib qo'ysangizlar, men hammasini besib chekib ko'rib boqman, shuningdan jiq bir narsani bilib olman. Odatda shu YouTube'niki nimasini ayda bir pul belgisini ko'rsam, ovozim to'xtab, kipim to'xtab qolyapti-da. Rahmat, men avval kipim qila olay. YouTube kanallarininki abonentlarini jihiltishniki usuli qandoq deysanglar, sizlar boshqalarni qo'llasanglar, boshqalar sizlarni qo'llaydi deb. Masalan, siz meningki kanalimga kirib, ostiga inkaslarni yozib qo'ysangiz, meningki ko'rganlarim sizninki ismingizni chekib, rasmingizni chekib, kanalingizni ko'rib, mana bir kanal bor ekan deb bilib oladi. Shu orqali topa oladi. Anandagi meningki videolarimga shu barmoq belgisini besib qo'ysangiz, o'zingiz video yo'llagan chaqda YouTube'niki bir suggestion deydigan bir yeri bor-ku, ya'ni YouTube sizniki videolaringizni subscribe bo'lmagan, abon bo'lmagan ko'rmalarga shu tavsiya qilib turadi. Shunday chaqda siz o'zingiz barmoq bosgan, o'zingiz qiziqadigan shu videolarniki ko'rmalarga sizniki videolaringizni tavsiya qildi. Shunlashqa bu YouTube'da odam jig'itishni qanday qiladi desanglar, shu boshqalarni qo'llaganlik, o'zingizniki odamlarni jig'itish yo'lidagi bir ko'rishingiz bo'ldi. Shunday tashadigan gap. Men shu ayni chaqda shu mingdan oshirish uchun xeyli ko'p kuchigan shu videolarga butun zehningizni sarf qilib degandek. Nur Doktor Ekrani bugun yaxshi bir kanal bor ekanligini bilib oldim. Salomatlikka munosabatli bir narsani kirib so'zlasam bo'ldi-da. Tamam. Yaxshi ekranlar bo'lsa, yana tanishtiringlar. Sharvan Fensi qaysi? Oh my god. Kimniki? Annie Guliniki 100 mingdan oshgan chaqda YouTube'niki bunday bir payzini berdi, o'ziniki uyiniki adresiga yetib berdi. Meniki qanalim bor, Shvandan ochdi deb. Mening qilganimlar bor. Ana ishtigu. Voy, ajab sat keladi. Annie Guli deganda ana ishtigul deb tarjima qildinglarmi? Va kim qarindishimiz? Samrat Laskar from India. I think you're my viewer. I saw your many comments, very good comments every time. Seeing your comments makes me smile. Thank you very much, and for this big gift. Rahmat. Ko'pchilik boshqalarmi menga rahmatinglarni aytmoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasa YouTube kanalimni qo'llamoqchi bo'lsanglar, shundaq $1, $2 yon tarafida shu qahvaning puliga oid shunaq bir $1 belgisi chiqadigan yer bor. Super sticker yoki bo'lmasa super comment deydi. O'zinglar shu stickerlarni tanlab, qo'nchoq belgisidan tang shu pul yotadigan bir belgi bor. Meniki kanalimni qo'llamoqchi bo'lsanglar, shunday qo'llasanglar bo'ladi. U endi ba'zi davlatlarda bor ekan, ba'zi davlatlarda yo'q ekan. Mumkin super commentmi deydi. Shu sizniki yozgan, menga yozgan inkasingiz bu yerda yo'g'on rangli bo'lib, mana buningda chiqadi. YouTube'niki pul tepish yo'llari deb sizlarga ilgari bir necha yo'llarni tanishtirgan ilgirki videolarimda shu masalan YouTube'da e'lonlarni chiqish yoki Google'niki e'lonlarini qo'yish, YouTube'da pul tepishniki bir yo'li deb bir so'zlagan. Onundan boshqa shu oldin qitim shu YouTube'da eng utuq qozongan Uyg'ur yosh tabatda o'zining injenerlik kasbini tashib etib, maxsus hozir butun kunlik YouTuberlik qiladigan bir bola bor. Shu bolani tanishtirib, Intizor ismi g'ulchilik bir bolaniki shu YouTube kanali va boshqa barliq kanallarni tanishtirib, o'zaro erkin suhbat qilish shunday bir video ishlagan chaqda shuning ichidan ko'rib baqsanglar bo'ladi. Shu YouTube'da pul tepishniki usullarini, shu to'g'rida pul tepishniki usullarini birdan bir necha xil usullar
usullarını tanıştırgan, aşağıda şu usullarını tanıştırgan YouTube'da elanlar çıkıdı, anankin super comment, super sticker, mauna okşaş, aşı canlı taktış kılgan vaxtınlarda, özünlarınki körülmələrinlarının içinden sizlerine bekerek yaxşı gördüğün, kanallarını bekerek yaxşı gördüğün şunaq kişiler aşağıda, aşı kahveninki puli, aşı mesela $2-3, $5, $10 mayaqda bireylerin 40 ma aldıdaki Hindistan'ın pulunu nimdeydi? Nimdeydi? Şu evet tuttu. O görünümge malaydı rahmet. Davamlıq məşində qılıqı YouTube-ni şu social medianı davamlıq qılayversanlar ma'lum bir nemini bekerek taraqqiy qildirib, aşağıdan kirim qılalaydigan, günonlarni yaxshi o'tkazalaydigan darajaga taraqqiy qildirg'il bo'ldi demoqchi. Shuningdek YouTube chiqinglar. Faqat aktivizmlar emas, buningdagi ishlar, o'zinglarniki bildigan bir narsalarlar emas. Ashunday qiliqi nima deymiz? Ham qiziqishinglar bo'ladi, o'zinglarniki yoqtirib qildigan ishinglar. Nurg'un. Nur doktor degan shu Turkiyadagi Nur Muhammad doktor degan shu deb bayaqi yo'llagan nimami? Karvon sadosi deb yana bir to'rbat bor ekan. Shuni bir ko'rib boqaylimi? Ham bir ko'rgizib boqay. Ya. Karvon naqshi. Voy. Karvon naqshisini chiqadi u. Bizniki Orkesh naqshi deb 90 xalq naqshlari bo'ladigan. Karvon sadosi desam Qana kanal bu Karvon sadosi? Karvon sadosi deb qilsam shu Uyg'urcha usullar chiqadi. To'xtamizlar. Karvon sadosini izlab topaylik. Kanallaringlar bo'lsa, inkas shaklda yozib qo'yinglar. Yana maydonga telefon qilamizlar ya. Yana bir maxsus YouTube'ninki WhatsApp nomeri bor. Mana avval karvon savdosini deb qo'yay ya. Karvon sadosi, uyu logoları pechat qo'y. Güzel tanırtaqları o'xshamamdi. 144 subscribers, chiqroq o'tkasin, texnik chiqchiq. Lohilaning karvon sadosi ha bu bir adimiz qilayotgandek esimda bir qatta men o'sha Facebookda maqsad tashviq qilgandek esimda bo'tdi. Ko'pchilik karvon sadosi degan YouTube kanaliga ergashsangizlar bo'ladi. Ondan boshqa yana Anigul. Anigulini ajab tarjima qilib ketdik, qo'payim dedik. Anishtigul deb bir tarjima qilib ekandik. Uyg'ur HD, Anishtigul debdi. Uyg'ur HDmi? Sizningki bir kanal o'xshamamdi, ko'rib boqaylimi? Uyg'ur HD. 84 videolarimiz bor ekan. Va professional website'dan professional YouTube channeldan birisi bor ekan mayada. Play all. Yangi chiqqan Uyg'urcha naqshlarni qo'shib puldan o'xshamamsiz. Salomlar. Baland naqshlar bor ekan, ko'pchilik Uyg'ur HD YouTube kanaliga ergashinglar, yaxshi kanal bor ekan. Uyg'ur HD. Uyg'urlar nimdaq chiroyli. O'zimizniki xalqi. Shu o'zimizning ko'zimiz chiroyli ko'rinda. Bir Uyg'ur ko'rinsa shiroq deyin. Shunlashqa deyman, masalan, boshqa tillardagi kanallar jiq bo'lsa mayliqi subscribe jiqlatmoq az. Uyg'ur tilida so'zlab chiqsanglar, biz Uyg'ur chet ellarda Uyg'urlar az tarqaqlashib o'ltiraqlashgan bo'lgan ekan biz vakillikni nim qilamizda. Uyg'urcha gaplarni anglashga, Uyg'urlarni ko'rishga shunday zarda. Shunlashqa men dastlab qilam shu Uyg'urcha so'zlab kanal ochib, o'zimniki bilganlarimni shu ko'pchilikdan bahralayman deb. Shu Uyg'ur tilida bo'lsa shu tezroq taraqqiy qildi o'xshaydi dedim. Uyg'urlarning ichida eng tez suratda taraqqiy qilgan bir kanalni tanishtirsam, sizlarga bir Uyg'ur qiz bor.
Şunda çıraylık omak nazuk sanımız simkenti. Nemi nazuk? Bazı program ismi alamay kaldım bu. Böyle ayıp malımı nim kutiken tok. Nasıl ilaki nimden tökülgen marjanlar degendeki iş kılıp birinci, ikinci, üçüncü videosunu çıkarıp bulamış kılıp mыңдын boş tez suratda bir video bilallam şundaq ilaki birinci bulup çıkan videolar şu Uyghur ana tildeki video Türkiye'den, İstanbul'dan da Türkiye'deki şu kütüphanelerini tanıştırıp ananken Türkiye'deki robot sınıflarını tanıştırıp işleyen videolar şundaq köpçülikninki halkniki alkışıga erişken şundaq da nimeler batdı. Nemi nazuk diye ismini tapamaydım akaysanlar yüzü perslemayega. Zulhaya nazuk to'g'ri. Zulhaya nazuk. Ang ahirgi videosini 4 oy ilgari chiqarib degan to'q yo'qolib ketdi. Bu Zulhaya singlimiz YouTube'ga video ishlasak shu izchil bo'la olsak texmi davomliq taraqqiy qiladi. Ishlatda her bir videosunu 6000'dan 7000'dan yana qani yilqi robot sinfini tanishtirgan bir nimalar bor. Andan keyin kitap o'qish to'g'riliq degandek shunday bir videolar bor. Shunday yaxshi ko'pchilik kirib qo'ng'iroqni chiqib qo'ysanglar qani yangi video sifat arada chiqib qoladi deb umid qilyapman. Zulhaya Nazukninki 7 videosi bor ekan. Mana chiroyli dana Uyg'ur tilini shunday chiroyli so'zlaydigan bir nimamiz. Tamam, qayerga keldik? Nima kanallar bor yana? Nima kanal Fayzi? Uyg'ur Dance. Germaniyadagi Uyg'ur usulchi Venera qiz ochganmi? U shunday talantli u shu opera o'migidagi usullarni ko'rsanglarmi Fayzi? Chet ellik usulini ko'ramsizlar, ko'ramsizlar, uni bilmadim. Ashuni bir nim qilib boqaylikmi hamsa? İzlab boqaylik. Uniki birinchi videosi chiqqan chog'lam shunday yoqtirgandim. Uyg'ur usulini shu hozirgi Uyg'ur Dance. Birinchi videosilam shunday yaxshi so'zlab ekan to'p. Mingdan oshadigan mana bu cho'ng kanal qatoriga hisoblaydi. Mingdan oshgannikilam cho'ng kanal hisoblayman menchimi? Uyg'ur professional shu ustozlardan men nima olgan, ta'lim olgan, shunlashqa Uyg'urcha usulni ko'pchilikka o'rgatadigan deb shu nima yasin Uyg'urning usuliga deb hech qanday tarjimonsiz tushungili bo'ladigan Uyg'urninki go'zal usuli. Uyg'ur usuli o'rganmoqchi bo'lgan qizlar, o'g'illar kirib mana Uyg'ur Dance Veneraninki Germaniyadagi qizniki shu YouTube kanaliga ergashib olsangizlar bo'ladi. Yo'g'on qilay ekranni. Usullari, Uyg'urcha usullar videolarini ko'rib baqsak. Birinchi darsxona hozir bir ko'rib baqamdik. Sizlarga men Veneradan o'tliq salom. Aldı bilan sizlarga o'zimni tanishtirib o'tay. Ko'pchilik mening kasbiy usul hayotim 12 yoshimdan boshlangan bo'lib, garchi asosli kasbim balet usuli bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur usulidimi vatanimizdagi peshqadam ustozlardan sistemalik, o'lchamli tarbiya olgan. Men Germaniyadagi Nuqtaliq usul universitetining aspirantlik balet kasbini tamomlagandan keyin Germaniya Brandenburg o'lkalik davlatlik teatrining asosliq balet artisti bo'lib xizmat qilib kelyapman. Yaxshi tanishinglar ma kanalni Uyg'ur usulini tanishtirganman. Gerçi bu 20 yılga yakın bo'lgan xizmat hayotimda sahnalarda, nurg'un balet operalarda har xil rollarni ilib kelayotgan bo'lsam-mu, lekin Uyg'ur usulimizga bo'lgan muhabbatim, qizg'inligim hech bir so'v qolgan yo'q.
fikrimizce kıymetli baylıkımız olan bu güzel Uygur usulümüzni avlodlarga, qarindoshlarımga yetkazib berish oddiygina bir burchimni ado qilganlik deb o'ylayman. Shu sababdan ham nurg'un do'stlarimning qo'llab-quvvatlashi va madad berishi bilan Uygur usulimizni sistemalik o'rganadigan bir darsxona ochishni planladim. Men darslarni eng dastlabki bosqichdan boshlab o'tmoqchi. Ya'ni qo'l va putning turoqlari, beg'ish va barmoq o'yitish harakatlari, har xil qadam harakatlari, chiroy ifodalari, kasbiy atalg'ulari bilan atrofliq o'rgatilib bo'lgandan keyin har xil turdagi daqliq usul birikmalarini o'rganamiz. Va shu jarayonda harakatlarning qiyinlik darajasining o'sishiga ergishib, peshqadam ustozlar bizga qoldirib kelayotgan an'anaviy usullarimizdan har xil udarliq dap usullari, sanam, sama, do'lan usuli va har xil yerlik usullar bilan tanishamiz. Har qatimliq darsda qiz va o'g'illarning harakatlari ayrim ko'rsatildi. O'rganishga ham as tutishga oson bo'lish uchun darslar qisqa o'tilib, haftada bir qatim to'g'ri yo'llanadi. Bu darsxonaning Uyg'ur usulimizga bo'lgan tunishingizni, tushunchingizni oshirishga yordam berishini chin dilimdan umid qilaman. Hurmatli ko'ruvchilar, amsa diqqatingiz har shanba kuni Uyg'ur usuli darsxonamizda bo'lsin. Anda payzide aşı kanallarımız var bizimki cumu. Başında her saatin çıksın. Oy, man çırpıp duruyor ya. Uygur Dance YouTube kanalı. Kanalga erişilip, ballarınla koyup beringlar. Uygur usulü mu bizniki, Uygur medeniyetimizniki muhim kısmı. Xitaylar bolsa Uygur Islam birisini bir terörist deb tanıştırdı. Ya bir bolsa şu naqsh usul oynaydiganlar deb tanıştırdı. Şu ishga tanıştırishdan boshqa tanıştırış yo'q. Biz shunday har qaysi jihatlardagi alayliklarimizni social medialardan foydalanib o'zimizga mavjudligimizni saqlab qolishda har birimiz o'zimizniki bir burush sifatida o'zimizniki bildiganlarimizdan baholaylik deb davomli ekranga chaqirmoqchi. Bu Uygur Dance Venera qizniki YouTube kanaliga erişiyorlar. Oho, ko'zim yo'qolib ketib bordi, o'maydiki pul soni qarabay. Karvon sadosini ko'rdik, Anigul. Aniguli Xitoyning do'sti shu. Uygur Dance degan YouTube kanalini tanishtirdik. Yana Anigulning kepi tugmaydi-ku, oniki fansiz sharman bo'lgan. Lekin chansi shu Jungo Sabido. Sisi filaniki o'yini muntashib oldi shu. Salom. Akram Vatanoğlu, hoş geldiniz. Ha, Rupi. Hindistondagi puli. Baya bir hindistonlik ko'rurmenim menga 40 rupi pul beribdi. YouTube kanalimni qo'llab, pat shu canlıq ekran, canlıq inkas yazdığı yerdeki dolar belgisini besip özünlerindeki konularını atıp neyip koysanlar. Texmi yaxshi videolarni sunishga, texmi yaxshi mazmunlarni o'rga chiqarishga tirishman. Uskunalarimni yaxshilab, yaxshi mazmunlarni sunay. Uyg'ur mediachiligidagi har qaysi shu kanallar bilamdi. Shu ish qilib Uyg'urlarniki qilayotgan yaxshi ishlar bor narsani shu tashviq qilishga men ko'proq kuch chiqaray. Navoda kerak o'zinglarniki mayli shirkat bo'lamdi yoki bo'lmasa shunday bir narsani shu e'lon qilmoqchi bo'lsanglar, tashviq qilmoqchi bo'lsanglar, Uyg'urga foydali bo'lsin. Men bu yerda o'zimniki kanalida maxsus vaqt ajratib shularga tashviq qilib beraman. Aslida uningdek Uyg'ur ID-qini hozirlan biri yani bu işe ketib qoldim. Uyg'ur astronom to'qsonlikning qonununa o'xshaydi va Karvon sadosimi? Karvon sadosi o'qimadim, Qozog'istonlik bir ayolmikin deyman-ku. Bir hadimiz uchur yo'llab ekan-to'q Messenger'dan yangi kanal ochdim deb Karvon sadosi chiqqan chog'da. 90'lik akimizniki o nimanikini tanishtirdim. Mehmetcan Qurban deb shu Kanada Torontoda yashaydigan bir 90'lik bir yurtdosh akam bor. Shuningki shu tan sog'lomlikqa oid bir narsalar ko'p ekan, shularni tanishtirdim.
Andan keyin Zulaya Nazuka, shu boy tuyuqsizlam ismini topolmay ketdim. Nazuk singlim shu esimda bor, ismi esimga ololmay. Zulayat. Andan keyin Muzaffar nomli YouTube kanalim bor. Iqtisod uchurlari bilan ta'minlaydi. Really? Qanday Muzaffar ko'rib boqaylimi? Muzaffar. Muzaffar desam, Hindistonniki ko'cha yemeklar chiqadim diyorum. Muzaffar deb yozib boqsam-chi. Muzaffar Osman 26 video bor ekan, Muzaffar 59 video bor ekan. Kimlar deydan bo'ydingiz? Yana bir Muzaffar 2 subscribers. Tamam, o'sha yezib qo'ysanglar bo'ladi. Zulayatniki videosini mushu chog'da oldingi videolarimdami bir necha yerda to'xtamay Zulayatniki kanallarini işte sizlar tosh yangi chiqqan vaqtdan boshlab ham tashviq qilgan. YouTube'diz. Gapimiz chiqmay qoldi. Bir soat tunishtirdik YouTube kanallarini bo'ldimamdi. Balarini yana Dolanchik English Cooking Channel. Yes, oldingi videolarimda bir tunishtirgan. Qanday rahmat aytay. Uslaynab beraymi, naqsh etib beraymi, xushalligimni bildirib. Ko'pdan-ko'p rahmat. Uyg'ur IT kanalini yana bir qatam alayda eskartib o'tay. Uyg'ur bolalar navoda kerak injenerlikka qiziqmoqchi bo'lsa, Uyg'ur IT. Uyg'ur IT'lariniki masalan shu Ottawa, Kanada, Ontario o'lkasidagi shu nimalarni injenerlik shunaq app yasaydigan, shunday Java, bu bir narsani shu programma tuzaydigan programmerlarniki odatda yillik maoshi eng oz deganda 70-80 mingdan oshadiganlari bor bir yillik maoshi. Ya'ni o'zligimizdan o'rganimiz desam tamoman o'rganib ketgili bo'ladigan, faqat siz o'z shu butun zehningiz bilan vaqtingizni chiqarib besib o'rgansangiz o'zlikdan o'rgangili bo'ladigan bilimlar bor. Bu kanal maxsus shunday shu programma yo'g'onroqlar, ya. Uyg'ur IT'da shunday Java darslari, app yasash darslari, mushani ayrim dars qiladigan, boyaqa inkasini yozgan inkasini qarsammi, yangi darslarni davomli yo'llash oldida deydi. O'rgansanglar bo'ladi, kelgusi istiqbol intayin parlaq bir kasb. Uyg'ur IT. Yana bir qatam rahmat sizga. Honbo da qo'ymamay yaxtaysiz. Yo'g'on honbo yetibsiz-ku. Ko'pdan-ko'p rahmat. Unda bo'lsa yana Dolanchik. Mening kanalimni agishib qo'yasizlar do'stlar. Uyg'ur Norway. Yes. Uyg'ur Norveyniki beliq tutgan, ya. Beliqni tutadi ekan, ananiki berib tutib bo'lib, yana so'q qo'yib berdi ekan. O'sha beliqchilarning ishini faqat tushamayman. Qo'yib berdim odam nimaga tutsizlar beliq deganni. Qiziqda. İsmi nima? Bosh kanalniki ismi yozilib chiqdi. Okay. Eda 63 subscribers. Buni beliq tutgan, shu Norvegiyadagi hayot yashayotgan videolar, atlasning rasmini sizotgan o'xshamamsiz. Mana hunarlarni bordan taxi. Men ko'mibman, bir ko'rib boqsam bo'g'dak. Meningki mancha rasm chizib qo'ydigan nimalarimni rasmiy boshladim. O'zingizniki qiziqishi nima ishdan huzur ola olsangiz, shu ishga o'zingizni bag'ishlay olsangiz, bir xil huzur shu chet elchilikdagi bu hayotda shu psychological problemlardan bakchiq bo'lib ketib qolgandan keyin bizningki bu shunday o'zingiz mashg'ul bo'lgan bir ishni topolmasangiz, bizningki Uyg'ur shu yaqin dilamda shu Rossiyada bir Uyg'ur yosh bola shunday stress, depressiyaning ichida qolib, binodan o'zini etib olgan bir xabarlar chiqdi bir chog'da.
Bo'lsa ko'plab shundaq Uyg'ur spolari ko'plab bo'lgan bo'lsa, shu chog'larda o'zimi mediadagi hayotimizni shu hayotimizning muhim bir qismi deb bilsak, faoliyatlarga aktiv qatnashsak, shundaq depressiyaning ichidan qutula olamiz demoqchi. Shunashqa kanal ochadiganlar o'zinglarniki qiziqadigan ishlaringlar bo'lsa, ham davomliq sayohatni yaxshi ko'rsanglar, velosiped minib bo'lamdi, mashina haydab bo'lamdi, daryo boyoqlari bo'lamdi. Yaqin atrofdagi shaharlarga bo'lamdi, yerlik aholilarniki turmushlari, do'konlarni tanishtiramizlar degan har xil qiladigan nimalari jiq. İngilizce kanallarni ko'rsanglar, bolasi bor oilalar uchun ishlangan nurg'un kanallar bor. Bizniki Turkiyadagi nurg'un shu o'quvchi do'stlarimiz bor. O'shaniki iqtidorini balkim o'zi texib bayqab baxmagan shunaqa alayda iqtidorlar bo'lishi mumkin. Masalan, qo'nchoqlarni gap quzib yurib, shundoq oddiy bir videolar necha million qatim agishib ketadigan shundoq necha million qatim ko'riladigan shundoq videolar chiqadi ekan. Bizniki Uyg'urlarniki shundoq videolarimiz ko'plab chiqsin. Bolasi bor oilalar bor. Odatda tomaqatga shu bolasiga televizor, YouTube kanallarniki shu nimalarni ichib berdi. Uyg'urlarniki tilini chiqarishga foydasi bor degandek. Tamam, shunchalik so'zlaylik. Boshqa nimalarga gap tushib ketamdi. Salam, Uyghur from Norway. Siz nimaga Hindistonlik do'stimizga gap atmoqchimisiz? Hindistonlik ko'rindim. Welcome sister. I hope more people come supporting you through super chat. Thank you very much. Next time, inshallah, I will just come. Give me a big thumb up. That's a good support, a big support for me. Thank you very much for everyone. Tamam, shunchalik so'zlaylik YouTube kanallarini. Hamda rasmiy Uyg'ur applarga tushib ketib boqamdiq. Uyg'ur applari deb qo'lingizda qanaqa Uyg'ur applar bor? Meningki yana bir telefonimda Uyg'urcha kirgizgich bor. O'shundoq yaxshi. Mana Apple o'zining Uyg'urcha kirgizishda faqat harflar bor. Bir harfni, ikki harfni yoshna so'zliklarni shuna qurashtirib chiqamiz. Bu Uyg'urcha kirgizgich appni nimqanchada masalan bir harfni bossamlam, o'zimniki yozmoqchi bo'lgan butun xatniki, butun gaplarni ko'rsatib berib, shunaqa jumla ba'zida just press select the words I can make a one full sentence. So'zliklar bilan jumlani tuzgil bo'lgan Uyg'urcha kirgizgich deb uninki yumshoq detalni telefonga tushirib olgan. Ondan boshqa share with your friends, YouTube, my Indian friends. Yeah. Hello, Samrat. I have another YouTube friends, Uyghur astronaut. He's asking you to tell your friends, talk about the Uyghur people. Yeah, raise the awareness. Start from your family. Just talk to your parents, brothers, sisters, and talk to your friends. Talk about what is happening in China. This is the message from him. Amdi Makinki. Sizga rahmat. Davomli kirib qo'llab turganingizga rahmat. Undaq bo'lsa YouTube kanallarimizni tanishtirishimiz shunchalik bo'lsin. Men nurg'unlarni ochmadim. Yezog'alarimni mundaq yana bir ning qilib o'tsam, Aliyar Tursun deb biraylarniki YouTube kanali bor ekan, elib o'g'itadigan bir mazgil to'xtab qolgan ekan. Shuna yaxshi YouTube kanal ekandiq. Anan keyin faoliyatchi kanallarimizni Campaign for Uyghurs deb tashkilotlarniki YouTube kanallari bor. Ularga ergishib oling. Anan keyin kitob o'qish munbiri deb bir necha kitob o'qiydigan kanallar bor. Masalan, Parizat G'ayrat deb bir Parizat adimizniki uniki shuna yaxshi maqolalarni o'qib berdi. Yana bir kitob o'qiydigan shuna kanallarimiz bor. Har bir odamniki kitob o'qish uslubi o'xshamaydi. Siz kitob o'qishni yoqtirsangiz, shundan huzurlansangiz, har xil kitoblarni o'qib berib, nima qilsangiz bo'ladi. Elektrop mana shu kitob bor. Uyg'urcha applarni tanishtirmoqchi, shularning ichidan hozir chiqadi. Uyg'ur Aid ekan, keyin qozoqlarningki Human Rights Project Atajurtningki YouTube kanali bor ekan. Manfaat ko'rib qo'ygan Voice of America, Amerika ovozniki o'zbekcha kanallarniki, ularniki xabarlarimi bo'ladi. Ondan keyin ularniki oyliklarni o'zbeklarniki
Amerikada yerleşip kalgan xalqlarni tunuşturmaganda aşında kanallar bakın. Voice of America'nınki özbekçisi. Andan keyin termiler. Şunu hazır bir tunuşturgan ketganda o termiler deb bir nim bor, YouTube kanalı bor. Onun da şu balla terbiyesiga oid munosabatli bir narsalar şundaq jiq, şundaq yaxshi. Altın Artuş deb yana bir YouTube kanalı bor ekan. Nabica akimizniki kon peshqadam kanallarimizniki bir 5000 dan oshadi-ku deyman YouTube'niki nimsani. Andan Bilkan Munbiri deb bir yaxshi munbar bor, yaxshi leksiyalar bor ichida. Andan keyin faoliyatchilardan Samira Imin, Maryam Sultan, Jalon Shirmamat, Mamtaminala doktorniki bor ekanda kanallari. O'shani xotirlab qo'yib ekanman. Doktorlarniki nimalarni ayrim, universal kanallarni ayrim. Oshxona Uyg'ur Kitchen deb nimalar bor ekan. Gugum Talk deb Gugum Talk degan bir faoliyatchimizniki so'zlaydigan kanali deyman. Andan keyin bolalar dunyosida O'tkirning dunyosi deb shu maxsus Uyg'ur bolalarniki kanallari. O'sha yerda meniki yana bir narsani qistirib o'tgim kelyotidi. Shu Uyg'ur bolalarni tarbiyalaydigan ota-onalarniki shu tarbiyalash jarayonidagi o'xshash harakatlarni video qilib ko'pchilik bilan o'rtoqlashsa, shu bolalarga intayin yaxshi foydali kanal bo'ldi demoqchi. Endi mayada bir turk bola bor ekan. Kichik bola 2,5 yosh, 3 yosh, oshniki tatliq gaplari qarg'isi keladi degandek. Shu ko'rish qatimsani ba'zi cho'ng kanallarga chiqib qoladi uninki. Ismi kimdi? Aras Özerdali Antikrayslarga gayet tatliq bir turk balını tanıştırayım. Muşuna o'xshash kanallarım chiqsin. Balaringlar bo'lsa, ba'zi o'zini ekranga chiqaramaydigan, faqat ballarning rasmisini chiqadigan shunday Uyg'ur oilalar bor. Ashta sizlarni o'zinglarniki Uyg'ur bola tarbiyalash nimasida shu o'zinglar kitob o'qiyotgan, balaringlar kitob o'qib bergan degandek shunday kanallarni ishlamoqchi bo'lsanglar bir foydaliqdi. Va Aras Özerli deb 70 mingdan ortiq shunday o'maqtatliq bir turk bola bor. O'shniki videolarini ko'rsanglar. Voy qiziq. Masalan, mana videosini nom berib aytaylik sizlarga. Bu videoda qanaqa ekan desanglar. Dadisi bolasiga kitob o'qib berganni video qilib chiqardiganda. Aniden kocaman cüsseli yaratık hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu adada çok yalnızım. Hiç beraber seyahat edecek arkadaşım yok. Yaratık. Efendim, Ben seni arkadaşın abiyim. gerçekten mi? Ama ben çok çirkinim. Beraber seyahat eder miyiz? Tamam. Artık ağlama. Artık ağlama. Peki tamam. Beni öpmek ister misin? Voy canım, tatlılığım ya. Şunday nimalar bo'lsa, Kocaman cüsseli yaratık hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu adada çok yalnızım. Hiç beraber seyahat edecek arkadaşım yok. Aras kichik bolaninki videosi shunday o'ziniki bolasiga kitob o'qib berganlarni shunday video qilib ishlaydi. Mushuk bilan o'ylaganlarini kichik bola degan shunday ahkam sap bo'ladi ekanda. U kitobning ichidagi qo'nchoqlarga so'zlaydi. Shunday so'zlab shunday tili chiqadi ekanda bu bolaninki. Shu uyninki nimasida peshtaxtda o'tirib dadasi bilan paranglashgan gaplarini shundaqlarni video ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Uyg'ur bolalarimiz men bu endi bolalarni o'tirg'a chiqarishni toza nim qilibmi ketmayman, balki support qo'llabmi ketmayman. Shundaq bo'lsin-mu? Endi har xil ishlar bo'ladi ekan. Shundaq Turkiyaniki bu kanalni tashkil qilib qo'ydim. Yaxshi kanal ekan. O'tkirning dunyosi deb shu Yevropada yashaydigan bir qizning shu o'g'illari, bolalari bilan ishlagan shundaq faoliyatlar bor. Bolalari bor oilalar bo'lsa shu kanalga a'zo bo'lib, bolalaringlarga shularning faoliyatlarini, videolarini qo'yib bersanglar bo'ladi. Bolalar kanali deb ananiki bizniki Kanadadalar yana bir Montrealdami, Torontodami bir oila kishiliklar bor, 6 bolasi bor bilan faoliyatlar behchiq o'rlashtirdi. Masalan, o'zimizniki talant sahnalarini do'rab ishlagan bir videolar bor, Uyg'ur usul o'ynagan degandek videolar bor. Bolalar bor oilalar, shundaq bolasi bor oilalarniki chiqargan shunaq videolarini qo'yib bersanglar, chatnikini ko'rgandan ko'ra o'zimizniki Uyg'ur bolalarnikini ko'rgan yaxshi demoqchi.
Anandan keyin mushu Kanadada yana bir qaysi bir shaharda yana bir 6 balası bor, bir Uyg'ur oilik bor. Ashlarniki mushu bolalarniki kundalik turmushi, mushu yerda qiladigan ishlar deb Kanadadagi bolalarniki turmush tasvirlangan yana bir Uyg'ur YouTube kanali bor. Uninga ergishinglar. Bolalar kanallari pek az. Bo'lsa qo'nchoqlarninki kanallari chiqqanmi, yaxshi karton kanallar bo'ladigan oldingi videomda shunaqa so'zlab o'tgan. Tevfik Çocuk Dünyası deb yana bir bolalar kanalimiz bor ekan. Ankin Huriye Dolan. Ha, to'g'ri shu. 6 balasi bor oylik Uyg'ur oylik Huriye Dolan. To'xtangizlar, ha. Aras Özerli'ninki unaqa. Al YouTube kanalını bir ekip koyay. Ana qarasanglar videolarga 35 subscribers, 8 muborak, 8 ishlagan shu Uyg'ur bolalarninki, bularniki videolarini ko'radigan bo'lsanglar, shundaqiligi bolalarga o'zaro qarindoshlik mehrini yetkazishda bir xil nim qiladigan shunaq videolar bor ekan, birlikda o'ynaydigan, bu och singillar ching'ida quchoqlashib, birga o'ynab yurib, shundaqiligi Uyg'urlarniki bir qardoshlik mehrini chuqurlashtiradigan shunaq videolarimiz bor ekan. Bo'pti. Bolasini ekranga chiqarishni xohlaydigan Uyg'urlar bo'lsa chiqingizlar. Ashunaq videolarni ishlamasa. Baland. Yana nimalar bor? Uyg'ur tadqiqot institutiniki shunday yaxshi nimalar bor. Leksiyalar bor. Uyg'ur tadqiqot institutidagi qaysi cho'ng faoliyatchilarimizninki uzun leksiyalari. Anonkin Balqis Gurumi deb bir oshxona, lekin turishchi ekan. Uyg'ur qiz ochgan ekan. Uyg'ur IT deb buni maxsus yozib ekanman. Dilyar Asqar deb kanadalik bir Uyg'ur yosh bor. Kanadada 7 yosh chog'idan boshlab, kichikdan boshlab o'sha yerda cho'ng bo'lgan. Bu Dilyar hozir maydan chiqaray, ya. Bizniki cho'ng faoliyatlar bo'lsa, o'sha inglizcha riyosatchilikni shunda qaltis qiladi. Dilyar Asqar. Kanadalik yana bir faoliyatchi mubayamlar qaysi faoliyatlar bo'lsa, Mashrab Challenges deb bir videosi bor ekan o'g'rin. Xeyli badaq qotdi bir suhbatlarga qatnashadi. Mana qarangizlar. Dilyar deb ma'lum kanal shu. Kanada Torontoda yashaydigan Uyg'ur bola. İngilizcesi shu chet ellik riyosatchilardan qilishmaydigan so'zlaydigan bir Uyg'ur riyosatchi bolamiz bor, talantliq. Buning ergishingizlar bo'ldi. Aram bir video bor ekan. Consistency is very important when you are doing social media. To'xtamay bir narsa chiqarib turish kerak. Tamam, shunchalik bo'lsin. Espresso so'zlaydi desam 1 soat 10 minutdan chiqib ketdi. YouTube kanallarini tanishtirdik Allah. Bekaparan qilib, bu yerda paranglashqash, ko'ngilli kish sizlar borgansizlar, mana inkaslaringizlar mis chiqayotgandi deb o'ylayman-ku. Endi applarni tanishtiramiz, applarni. Har qaysi davlatlarda yashayotganlar kashf bo'lib ketgan bo'lsa, masalan, Avstraliya taraflarida kashf bo'lib ketdi deyman. Men applarni tanishtirib beray. Aram oldiganlar, aram bilingizlar. Atı dushanba. Men bir yarim soatdek so'zlab, ondan keyin tushib ketay. Appni tanishtirmasam dey, applarni nimalarni ishlatasizlar, telefoningizda qaysi applar bor? Meningki, Mayaniki applari jiqaroq. Ottawa News deymiz, Ottawa Citizen, Ottawa Police Station, o'shaniki xabarlarim chiqadi o'sha yerda. Twitter, Facebook, Messenger, Facebook page, Instagram, YouTube Studio, Photos, Best Buy, Amazon. Yani nimalar bor? Sizlarning qanday YouTube kanal, qanday applaringizlar bor? Meniki Financial applardan Remitly, Western Union, PayPal, o'zimniki bankisi BMO degandek. Secret folders, secret pictures degandek bir narsalar bor.
Anandan keyin shu YouTube'da thumbnail picture yasaydigan ana shundaq thumbnail maker degandek bir narsalar bor. Google app bor, Google Chrome'niki applari bor. Telefonda yana qanaqa applar bor. Uyg'urcha bilan tanishtirib boqaylikmi? Eng avval mana bir Uyg'urman deb mana bo'riniki rasmisi bor bir nim bor ekan, app bor ekan, buningda naqsha, ovozliq asar deb shundaqchiq romanlar bor ekan. Men ilgari o'qiyman deb ololmagan 40 ko'yliq, 50 ko'yliq kitoblar bor bo'lsa bek qimmat bilinib, maktabda o'qiyotgan chog'da kitob ololmaydigan chog'larimiz bo'ldi-yu. Necha shuningdek ko'ni romanlar bor ekan. Omad va ofat kechmish Oy yomg'iri bilan burun o'qigan kitobini ilib izlab tekshirib, o'sha o'qiyolmagan bir qism romanlarimiz bor ekan, o'shaniki hammasiniki ovozliq nusxasini o'sha Uyg'urman degan appga chiqargan, mana ismini yozib qo'yay. Uyg'urman. Yilqi nimaniki o'xshash. YouTube kanaliniki ismiga o'xshaydi ekan. Uyg'urman deb shu App Store'ni ichiga kirib izlasanglar. Anandan keyin bu appda u yerda e'lonlar chiqib qoladi ekan. Uyg'urni qo'llaymiz desak, yo'q, e'lonlarni besib qo'yib, ba'zida shu o'ynaydigan o'yinlarniki e'lonlari, anandan keyin yangidan chiqayotgan shu applar, ashlarniki e'lonlari degandek qatorlar chiqadi ekan. Uyg'urni qo'llaymiz desanglar, shu Uyg'urlarniki ekranlardan chiqayotgan shu e'lonlarni undaq ichini chekib, uning to'g'riliq e'lon beradi-du. Ko'rib qo'ygandan keyin ziyni yo'q. Shu kanal egasiga, shu appni boshqaruvchisiga shularniki qilgan ajriga qarata 10 tiyin, 5 tiyin degandek shunday Google'niki addan yig'ilib kirim bo'lib qoladi. Shunday qo'llash kerak. Naqshlar, kitoblar, bularni nimqo'g'lim bo'ladi ekan. Odatda bir ekran qaramagandan keyin, masalan, sirtlarga chiqqan chog'da yoki uyda tomoq atganlarda shu roman o'qiyotgan shunday ovozlarni qo'yib qismingizlar bo'ladi. Undan boshqa yana App Store'ning ichiga kirib Uyg'ur deganni bossangizlar ham shunday yaxshi bir narsalar chiqadi ekan. Uyg'urga munosabatliklar. Kartonlar, Uyg'urcha shu el kitoblar degandek sizlarga yana ETTV ismini ham yozib qo'yay. Telefoninglardan ETTV yoki bo'lmasa uyinglardagi televizorga ETTV degan appni tushirib olinglar. East Turkiston Television deb bu TV bu shunday yaxshi app ekan, butunlay Uyg'urcha programma. Bu qanday ekan desanglar, u yerda saqlanib qoladigan emas, bizniki xuddi yoshi vatanda ko'radigan nimalarga o'xshaydi. Televiziya stansiyalarga o'xshaydi. Masalan, biz kichikchalarda ko'radigan televiziya stansiyalarida, masalan, soat 6da voy, yishuniki boshlaydi, voy, soat 8da xabarlar chiqdi, soat 10da kino boshlaydi deydi-ku. Shunga o'xshash o'zimizniki East Turkiston Television deb bu ETTV deganni YouTube kanal, YouTube deyman, bu o'zim YouTube qilib ketgan bo'lib qopdi. O'zinglarga telefonga tushiraylar. Buni har qachon ochgan vaqtinglarda, masalan, buni ochgandan keyin shu live, shu vaqtniki o'zida berayotgan programmalar chiqadi ekan. Buningda diniy darsliklar bor ekan, bolalarniki kartonlari bor ekan. Har xil suhbatlar, programmalar, ba'zida meniki shu YouTube'da chiqqan videolarimni shu ETTVga o'rlashtirib maxsus televiziya kanali, televiziya programmalari chiqadi ekan. Buniki yana qanday programmalar bor ekan desanglar, u appni tushirib olgandan keyin tizimlikni ochsanglar, Qur'on tilovati, xabarlar, maxsus xabarlar bor ekan. Shu butun shu vaqtlari belgilab berganda, shu to'xtamay kunda 8 soat, atgan soat 8 ni tortib shu Avstraliya vaqti 8ni tortib, lekin dunyoning hamma yerida ko'rgili bo'ladi ekan. Shunday bolalar uchun ko'p qismli kartonlar, xabarlar, istiqlolniki xabarlari va boshqa xabarlar degandek, naqshi muzika, islomiy leksiyalar, Uyg'urcha ko'p qismli televiziya teatri. Mushlarniki hammasini har kunda o'sha appga yuklaydigan gapganda, soat-soatlab faqat Uyg'ur uchun foydali bo'lsin, Uyg'urlarniki bir televiziya kanali bo'lsin deb shunday ko'p ajr qilgan app ekan. Uyg'ur mashhur kishilar tarixi, guvohlik berish programmalari, Uyg'ur akademiyasining leksiyalari, kashlik xabarlar,
karton, naqshi musiqa, siyosiy leksiya ish qilib qachonla ochsanglar, mushundoq ochgandan keyinlam, ashma Qizilbargning ichidagi live programmani shundoqlam bassanglarlam, hozir bu chat ayaqlashib bo'ldimi, qanaqa bo'lganda hozir buvoqlarning sog'lomlik o'sib yetilish programmasi deb hozir live qo'yayotganim shu ekan. Odatda oilasida bolasi bor oyliklar, sizlar odatda televizor ko'rsanglar nimani ko'rsizlar? Men Romayadagi oyliklarga borgan chog'da, Uyg'ur oyliklariga borgan chog'da asosan menda French school bo'lgandan keyin maktablar fransuz tilida o'tadi. Uydimi shu fransuzcha, shu qo'nchoqlarni, fransuzcha xabarlarni televizorni ochib qo'ydigan, chiqayotgani fransuzcha. Hamda bakrak shu Uyg'urcha yetishtirish, nima deymiz? Bolalarimizni Uyg'ur qilib yetishtirish uchun, tafakkurini Uyg'ur qilish uchun bu chet elda yashayotsa, gap so'zlarimiz inglizcha, fransuzcha, shunda yashayotgan bo'lsak, shu davlatning tili bilan tan ketib qoladi. Shundoq bolasi bor oilalar uchun kuchli tavsiya qiladiganim ETTV degan app. Ashuni ichib qo'yib, uyda tomoq atganlar bilamdi yoki bolalar o'ynayotgani bilamdi. Bolalar o'yinni o'ynayversin, bolalar qiladigan ishlarini qilaversin. O'zlarining o'yin o'ynag'ach bir tarafdan to'xtamay Uyg'urcha programmalarda oqaqidan to'xtamay olinib tursa, shu Uyg'urcha televizorni ichib qo'yib, o'zingizlarning ishingizlarni qilsangizlar, bu Uyg'ur kimligimizni saqlab qolishda, shu bo'libmi kelgusi avlodlarni Uyg'ur deb tarbiyalashda intayin muhim rol o'ynaydigan bu appni ishlagan ish qilib shundoq cho'ng ajrlarni qilgan ekan, hammamiz qo'llaylik. Shuningdek ETTV kanalini ETTV desam dastlabda YouTube kanalimga deb o'ylab qolib ekanman. Keyin bilgandan keyin ichilari kirib ko'rib baqsam, buning qilgan ajr har kuni soatlab mushunga ishlaydigan bolalar bor ekan. Shuningdek ko'pchilikningki telefoniga ham uydagi televizorsiga East Turkistan Television degan appni tushirib olishni kuchli tavsiya qilaman. Bu to'g'riliq shunchalik so'zlay. Onundan boshqa yana bir kino ko'radigan applar bor. Kompyuteringlarda odatda sizlar kino ko'rmoqchi bo'lsanglar, pulliq nima qilgan kanallar deyman-ku. Nimani ko'rsizlar odatda? Chet elning kino cho'ng nimasi shu Netflix bo'ladi odatda. Uyg'urlarning mana o'xshash Netflixga o'xshash maxsus shunday app bor ekan. U appni YouTube deb kirgizsanglar, shu YouTube'ningki ichida butunlay Uyg'urcha. Nurg'un shu kartonlarningki biz ko'radigan shu Barbie qo'nchoqlarningki, shu qo'nchoqlarningki bulamdi ish qilib hammasi shuna yaxshi ovoz berilgan Uyg'urcha kartonlar ekan. Uning nurg'un kinolar bor ekan, cho'nglarningki kinolarimi butun hammasi Uyg'ur tilida. Uningki ismini YouTube deb kirgizib qo'ying. YouTube. Telefonlarga YouTube deganni tushirib olinglar. Buningki yaqinda pat-patliqi nima qiladigan faoliyatlari bor ekan, bir oylik haqsiz ichib yetadigan shunday faoliyatlar chiqib qoladi ekan. Sizlar odatda kinoxonaga berib kino ko'rsanglarmi, bir 20-30 dollarni xashlab kino ko'rib kelasizlar-ku, shunga o'xshash. Va YouTube'ga ashiliqi biz Netflixga oylik pul to'laganga o'xshash Uyg'urlarningki shunday bir Netflix bor ekan, uningki ismi YouTube. Mana uni tushirib olinglar telefonlarga. Shu telefonlardan shu uyda kino olgan chog'da shu televizordalam nurg'un Uyg'urcha kino, Uyg'urcha karton, shunday yaxshi bir narsalarni ko'ra oladigansizlar. Allah ajringlarni bersin. Shunda yaxshi bir narsalarimiz bor ekan. Mana uchirayya. Hammadan bakrak kuchli tavsiya qiladiganim ETTV degan shu telefonga appni tushirib olinglar. Undan keyin YouTube degan appni tushirib olinglar. ETTV degan faqat to'g'ringiz bor bo'lsa-ham har qachon haqsiz ko'ra oladigansiz, qachon ochsangiz shu belgilangan vaqtning ichida shu Uyg'urcha programmalar to'xtamay chiqib turadi ekan. YouTube bo'lsa bizningki Uyg'urcha Netflix kino kanali ekan deb tushunib olsanglar bo'ladi. ETTV YouTube.
Oşunchalik bo'lsin hamsa. Onundan başqa applarni tushundirman degan chaqda Bakchiq Uyg'urcha applar yo'q-ku telefonimizda. Shu o'zinglar App Store'ning ichiga kirib Uyg'ur degani kirgizsanglar, boshqa yana nurg'un foydali kanallar uchraydi ekan. Hamda shularning ichida o'zinglar qaysisi ko'proq ehtiyojli bo'lsanglar, shularni tushirib olinglar. Uyg'ur mediasidagi, Uyg'ur to'r sohasidagi qilayotgan ish qilayotgan kishilarniki hammasini qo'llayli. Moddiy qo'llayolmasak ham faqat shu eg'iz orqali yaxshi inkoslarni yozib qo'yni yoki mushlarniki applarni tushirish orqali qo'llayli. U bu bir narsani ko'rib boqayli, ular shu ko'pchilikka foydali bo'lsin deb ishlayotgan bo'lgandan keyin biz telefonimizga tushirib olishniki o'zimi shu ularni qo'llaganlar pat ichib kirib shu nimalarni qiladi, qanday mazmunlar bor kirib ko'rib qo'yaylik. Uyg'ur East Turkiston to'r televiziyasi va YouTube. Tamam, mushunchalik bo'lsin. Uyg'ur YouTube kanallarini tanishtirdim. Uyg'ur applarini tanishtirdim. To'rbatlarcha Uyg'urcha to'rbatlar bormi? Qanaqani bilsizlar? Men bu Uyg'urcha to'rbatlardan shu Erkin Osiyoninki xabarlar to'rbetining hatto appim bor ekan Uyg'ur tilidagi. Shu appni tushirib olibman. To'rbatni ochgan chog'da yana undan boshqa to'rbatlar bor. Vatandagi chog'da u shu bir necha shunday donliq Uyg'ur to'rbatlarimiz bordi. Ham chet elga chiqqandan keyin, hamda chet elda yashagan bo'lgandan keyin chet elniki bir narsani ko'proq ko'ribman, o'zimizniki Uyg'urcha kanallardan faqat sanoqli bor xabar kanallaridan bo'lsa jiqroq yaxshi chiqqan yaxshi. Xabar ishlaydiganlar bo'lsin. Bizdagi xabarlarimiz asosan Facebook tilam chiqadi-ku. Facebook tilam qisqa yozmalarni yozibman. Undaq bo'ldi deb. Qanaqa qilamiz-sa? Hozir 1,5 soat atrofida bo'ldi. 1 soat YouTube kanallarini tanishtirdim. 1,5 soat atrofida applar to'g'riliq so'zlashdik. Hamda-chu 1,5 soat degandim, mana nimalarga qarab qo'yay-ya. YouTube applarining ichidagi naqsh-boqsha usulni qo'ygash bo'ldi qilamdiq. YouTube'ni topolmadim deydi-ku. Qanaqasiga topolmaysiz? YouTube deb tushirsangiz, izlasangiz, nima chiqadi desangiz, wow, DS video. Hop. Qaytadan ochaya. DS video mana maxfiy numaralarni ko'rib qolgandim. YouTube'da bossangiz shu DS video bo'laydi. Olinib bordi. O'shadan anannikini o'zingiz tushirib olib, uning ichida shunday bilan tarixiy kinolar, muhabbat kinolari, muhabbat hikoyalari, bak esil kinolarniki Uyg'urchasi bor ekan. Anannikini kiriblamg'u kartonni ko'rdim, kichik bolalarniki shunaqa foydali bir kartonlari bormi? Kichik bolalarni shu mehr muhabbat bilan cho'ng qiladigan ashta kartonlarni ko'rishga rahmat o'zim odatda. Xitoyniki kartonlarni ko'radigan bo'lsa, uradigan, chopadigan, odam o'ldiradiganlar ishlaydi. Xitoyniki kartonlarni qat'iy balanlab qo'yib bermanglar. Endaydi. App Store'da yo'q ekan. DS video deb tushiringlar. DS. Hop. Harflarim cho'ng, kichikdan kichikdir. DS videoni tushirib olsangiz, ma'ni oshnadagi username'ga YouTube'ni ishlatgan gap. YouTube deb bevos kirgizsam, shu DS video tushidi u. Ondan keyin shu yerda iltimos qilsangiz, siz o'zingiz shu maxfiy nomeringizni o'zingizning setup qilib, uniki oylik to'laydigan pul bor degandek oyda qancha dollar? 2-3 dollar bu deyman. Shuni to'lab qo'yib, kinoxonalardagi har bir qatim kino ko'rganingizga 40 dollar ketadigan bu nimani uyingizda o'zingizniki ekranda yon tenshik qilib qo'yib, Uyg'urcha pichat kinolarni Uyg'urcha ko'rgan yaxshi. Netflixga pul to'lamsiz ya. Uning xeyli qimmat, uning qaraganda ama Uyg'urlarimizni nim qilib, Uyg'urcha nim qilaylik.
Uyg'urlarni qo'llaydi. Have a nice day. Okay. Sizmi shu anandan keyin astronaut friend bilan bu installıq ikki do'st o'zaro paranglashib ketdinglarmi? Birdan tanishib do'st bo'lib ketgan o'xshaymsizlar. Dias video degan shu YouTube'niki nimasi shu. Tamomlamsa shunchalik bo'lsin. Bugun sizlarga asosiy tanishtiruvni mana shu gapni cho'qim tushirib olinglar. Qilgan ajrlari biz hech qaysimiz bularning qilganchilikniki hech qanchaligini qilmabdimiz degandeklar. East Turkiston Television butunlay Uyg'urcha YouTube shu kino kanali Netflixga o'xshash shu ikkisini cho'qim tushirib olinglar. Undan keyin boshqa Uyg'ur applarni tushirib olgandan keyin o'zinglarniki telefonda chet elning applari bo'lmasin, Uyg'urcha applarni tutsin. Undan keyin Uyg'ur YouTube kanallarida beshida bir muncha dedim. U yerda men ko'rmay qolgan YouTube'larni baqcham bo'lsa klip meniki kanalimga kirib inkasani yozib qo'ysanglar, o'zinglarniki kanalimda abonlarniki ko'payishiga intayin cho'ng foydasi bor. Shunchalik bo'lsin bugungi so'zishim qani. Amsa ata o'xshash vaqtda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Ata chiqamiz azroqdan. Hammanglarga ko'ngillik yeshanbalar. Dushanba ko'rishaylik. Xayr